Assalomu alaykum qadrdonlar. 2025-yilda gilam yuvish biznesi necha pulga tushyapti va qanaqasidan ulardan foydalanib qilinadi. Mana shu haqida yana bir qator gaplashib chiqamiz. Hozir orqamda mana e'tibor beringlar, ko'rpa yuvilyapti. Siz sentrifuga sotib oladigan bo'lsangiz, rotor sotib oladigan bo'lsangiz, bemalol ko'rpa, adyol, gilam ham yuvsangiz bo'ladi. Hozir ko'rpa yuvish jarayonini ko'rib turibmiz. Biz to gaplashgunimizcha akam chiroyli qilib yuvib berdi. Men sizlarga bir qator nimalarimiz borligini, nimalar bizda topishingiz mumkinligini ko'rsatib o'taman, kelinglar. Premium tarifimiz bor. Premium tarifda 17 ta taklif berganmiz. Bu ancha-muncha joyda yo'q narsa. Qarang, rotor 1.5 kilovatli 380 da ishlaydigani, ikkita shotka, karcher, pilisos, karcher ham 250 balli, ya'ni o'rtachasidan emas, yaxshisidan. Xudo xolasa mana bu tomonda turibdi bu narsalarimiz ham. Bulardan ham bitta sizlarga ko'rsatib beraman. Rotorda 220 da ishlaydigani, shampun komplekt, chang qoqadigan, aravacha, shvabra, yig'ma sushilka. Yig'ma sushilka o'sha gilamingizni quritish uchun mo'ljallangan yana bitta narsamiz bor. Shuni ham qo'shib beramiz. Taroq, etik 1 yil garantiya beramiz. Eng qiziq joyi yetkazib berish tekin O'zbekiston bo'ylab. Bundan tashqari 6 oyda bir texnik ko'rik bo'ladi. Ya'ni bu sani sotganimizdan keyin 6 oydan keyin siz chaqirmasiz, o'sha manzilingizga borib ko'rib beriladi. Qarang endi, chassotni invertor. Biznesni o'rgatib berish. Instagramda agar Instagramdan profil ochib yurgizmoqchi bo'lsangiz, 3 tagacha videoyingizga target yoqib beriladi. 17 ta taklifimiz bor premiumda. Endi bunga o'tadigan bo'lsa, qaranglar mana. Standart, pilisos bochka, shampun komplekt, aravacha, shvabra, taroq, etik 1 yil garantiya yetkazib berish, 6 oyda bir texnik ko'rish. Bunda 11 ta sizlarga biz taklif beramiz, ya'ni sentrifugani xarid qiladigan bo'lsangiz. Hozir premium standartlarimiz 430 li temir baraban sentrifugalarimizga ketyapti. Xohlasangiz almashtiramiz, sal narxida tafovut bo'ladi. Oddiy keladigan bo'lsa, shvabra, taroq, etik qo'shib beriladi. Mana oddiy sentrifugamizni bitta ko'rsatib qo'ying. Mana shunaqa sentrifuga ishlab chiqarib beramiz. Xohlasangiz balonli qilib beramiz, xohlasangiz podushkali bo'ladi. 430 li, 630 li turbada bo'ladi. Stenkasi 7-8-9 da atrofida. 15 kilovatli motordan foydalanamiz. Eng qiziq joyi, motorimiz yangi pachka motor. Hozir mana sizlarga quritib ham ko'rsatib beramiz. Eksperiment qilib. Olib keling bitta kamerani. Bu Tojikistonga tayyorlab qo'ygan sentrifugamiz, eksport ham qilyapmiz. Tojikistonlik akalarimiz ham bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekistondan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistongacha sentrifugalar tayyorlab jo'nata olamiz. 5 tonna yuk ko'taradigan podushka, amortizator mana nerjavekka baraban hozir ko'rib turganimiz. Motorni ham ko'rsating yaqinroq olib kelib. Motorimiz yangi motor, 15 kilovatli. Bu motorga moslab biz chastotni invertor qilganmiz, ya'ni aqlli holatda ishlaydi. Bu miyasi hisoblanadi. Shvabra mana qo'shib beradiganimiz. Bu shvabra nerjavekadan. Aravachasi ham bor. Bu aravacha asosan gilamni ustiga solib sentrifuga olib borib tiqqani yordam beradi. Shampun komplektlarimiz mana har xillari bor. 200 barli, 250 barli karcherlar. Bular 380 da ishlaydi. 380 da ishlaydigan yana bitta karcherimiz 220 da ishlaydigani. Xo'p, 220 da ishlaydigan rotorlarimiz ham bor. Premiumda ichida mana shu narsalardan beramiz. Xo'p, pilisos bochka bu, laqabi bochka deyiladi. Bochkaga o'xshaganligi uchun 3 ta motorli. Buni bitta motorligi bor, kichkinasi. Xudo xolasa premiumda ichida shuni qo'shib beramiz biz. Hozir ishlab turgan rotorimiz 380 da ishlaydi. Bitta yumshoq, bitta qattiq shotkasini ham qo'shib beramiz. O'zimizda ishlab chiqarilyapti. Motori 1.5 kilovatli. 6 oy garantiya beramiz. Qaranglar. Buni narxi $1200 bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozir shu ko'rpachani o'rab, sentrifuga solib quritish ko'rsatib beramiz. Xo'p, akalar qaranglar, qo'limda qog'oz turibdi, juda ham yupqa qog'oz, salfetka. Qo'lib ketdi. Hozir mana shuni quritganimizdan keyin sizlarga ko'rsataman, qanchalik darajada quriganini. Hozir mana sentrifugamiz ishlashni boshladi. Bitta e'tibor berasizlar. Tomonni ham ko'rsating. Mana suvni chiqarib olyapti. Olib kelingmi? Naridan ko'rsating. Xo'p, qadrdonlar, qaranglar, sizlarga mana qog'oz bilan ko'rsatib beraman, qanaqa holatda quriganligini. Bosib turibdi. Qog'ozimiz
quruq holatda turibdi. Aytganimizda 90-95% gacha quritib beradi. Agar sizga ham xuddi shunaqa stanovlar zarur bo'lsa, ya'ni kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoda ostida nomer qoldirib ketamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Xudo xohlasa, mana shu biznesni boshlaydigan bo'lsangiz, birgalikda yoningizda turib yordamlashib olamiz.